Assalomu alaykum. Biz Akustik eshitish markazi Samarqand filialidamiz. Bu yerdagi filialimiz Samarqand shahar Gagarin ko'chasida joylashgan bo'lib, yangi Beeline ofis ro'parasi va Uztelekom binosi qatorida 60-dom 69-xonadonda joylashgan. Biz hozir bu yerdagi mutaxassislarimiz bilan tanishib, ulardan kerakli maslahatlarni olamiz. Qani marhamat. Ushbu markazimizga tashrif buyurganingizda sizni mutaxassislarimiz kutib oladi. Ushbu mutaxassislarimiz 4-5 yildan beri akustik jamoasi bilan birga faoliyat yurgizishadi va o'z ishini ustalari hisoblanadi. Biz bu mutaxassislar bilan shu kunlarda yana bir yangilikka qo'l urganmiz, ya'ni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani va Urgut tumanida yangi filiallarda faoliyatini boshladik. Mutaxassislarimiz shu joylarda ham o'z faoliyatlarini yurgizishmoqda. Ushbu markazimizda ayol xodimalarimizdan biri Laziza Nasriddinova faoliyat yurgizadi. Laziza akustik jamoasida yaqin 6 yildan ziyod ishlab kelmoqda. Hozir biz Laziza bilan ozgina ish faoliyatini olib bormoqda. Xo'p, Laziza akustik jamoasida 6 yildan beri ish faoliyatini olib bormoqda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Erkin aka. Laziza, sizdan men bir ikkita tavsiyalar olmoqchimiz. Ya'ni bizda yoshi ulug' insonlar, otaxonlar, onaxonlar juda ko'pi eshitish moslamasi taqishni xohlashmaydi. Ana shularga qanday maslahat berishingiz mumkin? Ularga birinchi o'rinda tezroq eshitish apparati olishni maslahat beraman. Nega? Birinchi o'rinda o'zini xavfsizligi tufayli. Ularni yonida yuradigan boquvchi insoni bo'lmaydi. Ular birinchi o'rinda o'zini xavfsizligini ta'minlashi kerak. Nimaga? Ko'cha-ko'yda yurganda mashinalar ko'p bo'ladi. Ular signal berishi mumkin. Eshitmay qolsa, baxtsiz hodisa ro'y berishi mumkin. Eshitmaganligini hisobiga. Ya'ni orqadan kelgan transport vositasini eshitmay qoladi. Xo'p, endi bu hozir siz boquvchi insoni bo'lmaydi, bu yakka yolg'iz yashovchilar. Bunday insonlar ham sizlarga ham, hamma filiallarimizda ham bor. Yakka yolg'iz yoshi katta insonlar murojaat qilib eshitish moslamasi bilan. Sizni hozirgi bergan javobingiz ko'proq yakka yolg'iz turadigan insonlarga bo'ldi, ya'ni xavfsizlik nuqtai nazaridan. Xo'p, endi farzandlari bilan, nevaralari bilan yashaydigan otaxon, onaxonlarimizga qanday tavsiya berasiz? Chunki ular ham ba'zida farzand xohlab turadi, eshitish moslamasi olib berishdi, lekin ular yo'q, meni ozgina umrim qoldi, men bundan foydalanmayman deb rad etishadi. Bularga qanday tavsiyangiz bor? Ularga birinchi o'rinda uyda bo'lgani bilan, baribir farzandlari bo'lgani bilan taqishni maslahat beraman. Nega? Eshitmaganliklarini hisobiga farzandlar baland gapirishga to'g'ri keladi. Bularni asosan yoshi ulug' insonlar ko'ngliga tegib qolishi mumkin yokida farzandlari baland gapirishni xohlashmaydi, xafa bo'lib qoladi deb o'zlari ham xohlashmaydi. Mana shu holatda eshitish moslamasini maslahat beraman. Nega? O'sha gapirayotgan farzandini ovozini, gaplarini aniq, tiniq eshitishlari uchun. Demak, bu eshitish moslamasidan foydalanilsa, bu farzandlar uchun ham, nevaralar uchun ham noqulayliklar tug'dirmaydi. Chunki qo'ni-qo'shnilar o'rtasida boshqada xuddi ota-onaga baqirib gapirgandek tuyulmaydi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Ushbu filialimizda yana bir juda ham tajribaga boy mutaxassislarimizdan biri Nasriddinov Muhsin faoliyat yurgizadi. Muhsin akustik jamoasida yaqin 8 yildan ziyod faoliyat yurgizib kelmoqda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muhsin, sizga beradigan savolimiz, biz masalan viloyatlarda shu markazlarimizga murojaat qilayotgan mijozlarimizni ham doim o'rganish boryapmiz. Ya'ni ularga murojaat qiladiganlarda misol yoshga nisbatan har xil yoshdagilar bor. Endi sizga beradigan savol, endi har xil kasb egalari bor bizda. Shu kasbga doir ham eshitishda muammolar bo'lib qoladi. Sizga qanday kasb egalarida ko'proq shu eshitishda muammolar bilan murojaat qilishyapti?
Xo'p, bizda asosan shovqinli muhitda ishlaydigan odamlar, asosan o'qituvchilar, zavod, sex, tekstil fabrikada ishlaydigan, shovqin juda ham baland bo'lgan muhitda ishlaydigan odamlarda yoshdan qat'iy nazar kuzatilyapti, eshitish pasayishi kuzatilib, bizga tashrif buyurishyapti. Ko'proq asosan shular. Endi hop, bunaqangi aynan endi o'qituvchilarda ko'p bolalar bilan ishlaydi, ko'p hali yuqori tonda gapirishadi. O'sha asab tolalari charchab qoladi-da, shuni hisobiga pasayish bo'ladi. Keyin bizga ham o'sha institutda dars beradigan domlalar ko'proq murojaat qilishadi. Hali katta galereya, auditoriyalarda uzoqdagi talabalarni eshitmay qolyapman deb. Keyin shovqin, o'sha tekstil kombinatlarida ishlaydiganlarda ham shu shovqin boshida saqlanib qoladi. Xo'p, endi bularga yechim qanday? Qanaqa eshitish moslamasini qo'yyapsizlar? Iloji boricha funksiyasi ko'p bo'lgan apparatlar tavsiya qilamiz. Ya'ni shovqinni ma'lum shunaqa funksiyalar borki, shovqinni pasaytirib beradi, shamolning ovozini nisbatan pasaytirib beradi. Muhitga qarab apparat avtomatik sozlanadi. Shunaqa apparatlarni biz tavsiya qilamiz iloji boricha. Bu yerda yo'nalish bo'yicha ham, tovushlar qabul qilish yo'nalishi bo'yicha ham xuddi shunday funksiyasi ko'proq apparatlarda tavsiya qilinadi. Bular qanchalik yordam beradi ularga? Ularni yana shu ish faoliyatini davom ettirishda oldingi misol sog'lom darajadagi odamlarga pastga yaqinroq bo'ladi. Endi iloji boricha agar ikkala tomondan ham eshitish darajalari pasaygan bo'lsa, biz ikkala tomonlarga ham tavsiya qilamiz apparat. Chunki endi ikkita apparatda maksimal darajada ovoz aniqligi ancha yuqori bo'ladi. Bitta apparat taqilgan taqdirda ovoz kuchlanishi endi aniqligi 70-80% gacha bo'ladi. Ikkita apparatda 90-95% gacha ancha yaxshi eshitadilar. Demak, shu ikkita apparat bilan sizlar asosiy yechimni ularga berasiz, ish faoliyatini davom ettirishlari uchun. Endi agar faol holatdagi odamlar bo'lsa, ya'ni hozir ishini davom ettirayotgan odamlar bo'lsa, ya'ni har xil muhitda bo'ladi u kishilar. Shovqinli joyda ham bo'ladi, uyda ham bo'ladilar. Masalan, agar pensiya yoshidagi odamlar bo'lsa, ko'pincha uyda, uncha shovqinli muhitga kam chiqadilar. Shovqinli muhitda hozir ham ishlab yurgan odamlar bo'lsa, ularda shovqin har xil muhit bo'ladi. Auditoriyada gapiradi, baland muzikali joylar bo'lib qolishi mumkin yoki uyda tinch joy bo'lib qolishi mumkin. O'shanga qarab ko'proq sozlanadigan, maksimal darajada ovoz tiniqligi yuqori bo'lgan apparatlarni tavsiya qilamiz. Endi bunda aynan bitta summa emas, narx bo'yicha qaysi urovень, qaysi darajadagi narxdagi apparatlar kiradi bularga? Aynan bu kasb egalari, bu misol chunki shovqinli muhitda ishlaydiganlar, ko'pchilik bilan muloqot qiladiganlarga hozir tushunishimiz bo'yicha juda ham sifatli ovoz kerak bo'ladi. Bu qaysi darajadagi narx? Misol bizda bor, hali arzonroq, o'rtacha, premium darajadagi. Qaysi apparatlar tavsiya qilgan ma'qulroq bo'ladi? Kamida endi baribir sharoitidan kelib chiqilinadi. Kamida o'rtacha klassdan premium klassgacha apparatlarni tavsiya qilamiz. Premium klass bularga eng yaxshi variant. Eng yaxshi variantlar qo'yiladi. Rahmat sizga. Bizda akustik eshitish markazlarimizdagi xodimlar mana shunday o'z ishini ustalari, tajribali xodimlar hisoblanadi. Agar sizlarda eshitish bo'yicha, anglash bo'yicha yana qanday muammolaring bo'lsa, bizni xohlagan eshitish markazlarimizdagi xodimlarimizga murojaat qilishlaring mumkin. Bizni ijtimoiy tarmoqdagi profillarimizni kuzatib boringlar va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlarda qanday muammoli savollar tug'ilsa, shu yerlarda kommentariylarda izoh qoldiringlar yoki bizni kol markazlarimizga aloqaga chiqsalaring, bizni xodimlarimiz sizlarga yordam berishadi va bundan faqat xursand bo'lishadi. Sog' bo'linglar.